Tezkor ob-havo ma'lumoti. O'zgidromet markazi 22-24 aprel kunlariga ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu roligimiz barchaga yetib borishi uchun video ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. Diqqat qiling, respublikamizning Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 5-10 darajalik, kunduz kunlari esa 15-20 darajalik bo'ladi. Buxoro, Navoiy, Toshkent, Samarqand, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida havo biroz o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 5-10 darajalik, kunduz kunlari esa 20-25 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 5-10 darajalik, kunduz kunlari esa 16-22 darajalik bo'ladi. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol sekundiga 7-12 km/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-4 darajalik, kunduz kunlari esa 5-10 darajalik bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr salomat bo'ling.